Assalamualaikum, hörmətli qarindaşlar. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını kirşanlarını qızğın qarşı alımız. Döndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Menafin xəbər kanalı Talibanның Amerika və Uyğurlarga qarşı turuşdagi 20 yillik Xitoy bilan hamkorlashish g'alabasi sarlavlik xabar e'lon qilgan bo'lib, xabarda mundaq deyiladi. Xitoyning Afg'onistondagi islom radikal unsurlari bilan bo'lgan munosabat tarixi 1980-yillarga tutishadi. U Sovet Afg'oniston urushi mezgilida Sovet ittifoqiga qarshi mujohidlarni qurollantirib mashqlantirgan. Xitoy Sharq Turkistonda mustamlikchilik va ishg'oliyat ilib berib, necha 10 yildan bo'libmi, yaqinqi bir necha yildan buyon rəhimsizlarcha irqiy qirg'inchilik ilib bordi. Sharq Turkiston sürgündü hökumətinin baş ministeri Salih Xudoyer Efendi Iqin nomli maqolasida bu yerlik Uyg'urlar va boshqa turk xalqlarining qarshilig'iga uchirdi deb yozib, nihoyatda muvofiq baho bergan. Sharq Turkiston sürgündü hökumətinin baş ministeri Salih Xudoyer Efendi yaqinda Afg'oniston, Xitoy va Uyg'urlar haqida Xitoy Talibanlar bilan ittifoq tuzdi. Ba'zi tashkiloti bilan savdo qildi sarlavlik maqola e'lon qildi. 1998-yili Amerika Afg'onistondagi ba'zi tashkilot lagerlariga chorlag'uchi boshqarilgan bomba hujumi qo'zg'agandan keyin Xitoy terrorchilarga portilmagan Tomahawk boshqarilgan bombasi uchun $10 million to'lam bergan. Keyin ularni ta'tirishcha injener qilgan. 1999-yili Xalq ozodlik armiyasining 2 yuqori darajalik amaldori Cheklimsiz urush nomli kitob yozgan. Kitapta ular New York'taki savdo markaziga 1993-yildagi bomba portlatish urushidan keyin faraz qilingan ikkinchi qitimliq hujumni muzokara qilgan. Ular ba'zi tashkilotini bundoq hujum qilish iqtidoriga ega tashkilot deb atagan. Uning Amerika uchun murakkab vaziyat shakllantirganligini o'tirg'a qo'ygan. Al-Qoida ba'zi tashkiloti Amerika elchixonalari va USS Cole'ga hujum qilib, Taliban Bin Ladenni topshirib berishni rad qilgandan keyin Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Talibanga qaratgan jazosiga qarshi turgan. Aksicha Xitoyning Pokistonda turishliq bosh elchisi 2000-yili 12-oyda Talibanning qo'rquvchisi Molla Umar bilan ko'rishgan. Xitoy Talibanni qurol va texnika bilan ta'minlagan. 11-sentabr voqeasidan keyin Xitoy qo'sh o'yin o'ynagan. 11-sentabr hujumini Sharq Turkiston terrorizmining qurboni deb da'vo qilmoqchi bo'lgan. Washington pochtasi gazetining xabariga qaraganda 2001-yili 11-sentabr kunida Taliban bilan Xitoy iqtisodiy va texnika hamkorlik kelishimi imzolagan. Amerika axborot xodimlari Xitoy davlat egiligidagi Huawei va Zhongxin telegraf shirkatining Talibanlarning aloqa sistemasi o'rnatishiga yordam qilayotganligini bayqagan. Xitoy davlat taratqullari Xinhua agentligi 11-sentabr voqeasi to'g'risida sin ishlab, hujumni takabbur davlatga qarshi ilib berilgan paslashtirish zarbasi deb ulug'lagan. 2001-yili 11-noyabr Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashiga Sharq Turkiston islom harakatiga qarshi kurash qilayotganligini aytgan. Shundan keyin Xitoy terrorlikqa qarshi turishni bahona qilib, Uyg'urlarga qarshi umumyuzlik urush qilgan. George Washington Universitetining professori Sian Roberts yozgan Uyg'urlarga qarshi turish nomli kitobni o'qisangiz, Xitoyning terrorlikqa qarshi turish degan siyosatini bahona qilib, Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini, Talibanning Amerika va Uyg'urlarga qarshi turishdagi 20 yillik Xitoy bilan hamkorlashish g'alabasini tushuna olasiz. O'qituvchilarning Xitoyga topshirib berilishi ayblangandan keyin Interpol xalqaro soqchi organi tekshirish olib berib, Beijing izlayotgan Uyg'ur Idris Hasanga qarata qizil uqtirishni amaldan qoldirdi. Bu qizil uqtirish Marokash doiralarining 19-iyul Turkiyadan Kasablankaga kelgan Sharq Turkistonlik 33 yoshlik Idris Hasanni tutib qilishga sababchi bo'lgan. Interpolning bayonotida Interpol bosh katibat boshqarmasi Idris Hasanga bo'lgan qizil uqtirishni amaldan qoldirdi va 194 a'zo davlatning hammasiga xabar qildi deyildi. Sharq Turkiston sürgündü hökuməti 27-iyul kuni Marokash hökumətidən İdris Hasanni Xitoyga topshirmaslikqa, xalqaradagi demokratik davlatlardan Xitoy Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikdan qochib chiqqan Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga panohlik berishni talab qilib axborot e'lon qilgan. Xitoyga qarshi parlamentlar ittifoqining a'zolari Beijingning chet ellarga Uyg'urlarni qaytarib kelish uchun Interpolni qo'llanganligini aytgan va
Marrakesh hökumatini İdris Hasanni Xitoyga topshirib bermaslikka chaqirgan edi. Shundaqla chet eldagi Uyg'ur diasporasi, kishilik huquq tashkilotlari Marrakesh hökumatidan İdris Hasanni Xitoyga topshirmaslikni talab qilgan edi. Amerika Afg'onistondan askar chekindirib, Talibanlar Afg'onistonni egallab, Amerika va ittifoqdoshlari fuqarolarini Afg'onistondan tarqatib boshlagandan keyin Afg'onistondagi vaziyatdan ustunlik bilan foydalanishni maqsad qilib, terrorchi tashkilot Taliban bilan oshkora munosabat o'rnatishga yuzlangan Xitoy yana moyillik bilan Amerika va uning ittifoqdoshlarining Afg'onistondagi kishilik huquq dafsanchiligi uchun javobgarlikka tortilishi kerakligini aytdi. Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq vakili Jin Shu seshanba kuni Amerika, Angliya, Avstraliya va boshqa davlatlar harbiylarining Afg'onistonda kishilik huquq dafsanchiligi bilan shug'ullanganlik uchun javobgarlikka tortilishi, bu navbatlik kishilik huquq kengashining Afg'onistonga munosabatlik yig'inining o'zgarishi bu masalani o'z ichiga olishi kerak dedi. Shundaqla tajovuzchilik, mustamlikachilik, osmon ostiga qilish qilmishlarini zodimi o'ziga yuqtirmay, Amerika va boshqa davlatlar demokratiya va kishilik huquq bayrog'i ostida boshqa egilik huquqli davlatlarga harbiy jihatda aralashadi. Tarixiy va madaniyati farqli davlatlarga o'z ulgusini tangdi deb o'ktamlik qildi. Fransuz faylasufi Edmond Goylet barliq ishlarda rost va oqilona harakat qilganligining da'vosini qilgan odam uchun vatanining mustaqilligi hayotidan qimmatlik degan. Durustlik va oqilonalik insonning qimmatini yuqori ko'taradi. Vatanining mustaqilligi uchun kurash qilmagan insonda durustlik va oqilonalik bo'lmaydi. O'zining shaxsiy manfaati va shuhratini muhim o'ringa qo'yib, uningga to'ymay, mangu ulasholmagandek tuyg'uda yashaydi. Shon-sharaf, izzat-hurmatga faqat o'zining mustaqil davlatida xalqining huzuri va yuksalishini ko'rganda ondan haqiqiy erishiladi. Hörmətli görürmənlər, xəbərlərimizni köynələr üçün köp rəhmət. Kelər qitimli proqramımız görüşkəcə Allah'a amanet bolğaysızlar.